Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. Görüvatqınlar Erkin Asiya Radiosu Uyğur biliminin nəzər proqramısı. Mən Alim. Biz bugün Xitayning Wuhan şəhərində ötən il 12-ci ayının 5-dən başlap Xitayning hər qaysı ölkə rayonlarına, cümlədən Uyğur rayonuna tarqalğan Tacisiman virusunun qandaq virus ekanligi, onun tarqılış və aldın iliş şəkli, şundaqla bu virusunun cəza lagerlarına yetib barsa aqibətinin qandaq bolğanlığı üstüdə söhbət elib barmız. Biz bu münasibət bilan Amerikadakı məşhur Massachusetts Texnologiya İnstitutu White Hat Qo'l hüceyrə tədqiqat mərkəzinin direktori doktor Maysa Mitalipova bilan Abdum rayonluq Uyğur Tibbiyat doktorxanasının sabiq doktori və Washington Mərkəzi doktorxanası yürək bölümünün xadimi Cürət Obul əpəndini alayı təklif qıldıq. Söhbətimiz xoş gəldiniz. Hoş bulduk. Əmanlar salam. Maysa xanım, bu Xitayning Wuhan şəhərində ötən ilin axırı tarqalğan bu Tacisiman virus, bu qandaq bir virus? Bu koronavirus degani 3 türlük var ki. Bir 2012 yılı şu Xitaydan bir koronavirus çıkan. Onu SARS degan. Şu vaqtda neçə min adam ölüb ketgan şu vaqtda. O Xitaydan chiqqan virus. Bu virusni şu family şu virusga qarshi ekan. Biroq bu yangi deydi. Anashqa novel koronavirus deydi. Bu viruslar hamsi bir-birisiga o'xshaydi. Bular mushu simptomni nim qilgan bu yo'taldan boshlaydi ekan. O'zining temperature ko'tarilib, ashta qilganda bu eng yomonligini bu virusni bir o'pka ketib, o'pka ketganda bu pnevmoniyani o'pkani og'riqni qilib, uni saqlayolmasdan ashunga xalqlar ashunga o'lyotdi Xitoyda. O'lyotganda ham Xitoyda o'lyotdi shu kungacha. Bu Cürət əpəndi bu hazır doktor Maysa tushuntirib o'tib ketdi. Bu 2003-yilda Xitoyda endi SARS virusi tarqalib, uningda nurg'un Xitoylar yuqumlanib, ya'ni ba'zi Xitoylarning o'lishiga sababchi bo'ldi. Endi bu SARS virusi bilan bugungi bu chiqqan bu korona, ya'ni Tacisiman virusining bu ikkisining farq jihatda qandaq, yuqumlanish jihatda qandaq bir farqlari bor? Bu aydan beri Maysam xanım deb o'tib ketdi. Bu hammasi Tacisiman virus. Koronavirus deb ataydi inglizcha. Bu hammasi o'xshash bir tipdagi virus. Yani buningda Xitoylarda 2002-yilda yuz bergan SARS Xitoyda yuz berdi. Undan keyin 2012-yilda O'rta Sharqda bu MERS deb bir yuz berdi. Bu O'rta Sharqda bo'lgani. Hamda bu qitim Wuhanda bo'lganimi o'xshash. Lekin bu bir tipdagi bo'lgan bilan o'zaro azir ko'pdir farqlandi. Buningki haliqi zaharlik darajasi shu tipning o'zi degandek azir ko'pdir farqi bor. Lekin umum tipdan aytganda bir tip Tacisimonga kirdi. Bu hamda zaharlik darajasi alohida yuqori bir xil bu qitim chiqqani. Bunisi o'xshash. Yani o'lish nisbatan hozircha deganda 3% yoki 4% aytadi, lekin buni keyin deyishimiz yana zodi qanchalik buni keyin desak. Maysa xanım, bu hamda bu Xitoyda hozir Wuhan'da chiqqan bu Tacisiman bu virus bu insonlarga qanday shaklda hamda yuqumlanyotdi, bu kengayotdi hamda. Bu aylaqa eg'izdan eg'izga yuqumlashyaptimi, hayvondan odamga yuqumlashyaptimi, bu qandasiga bu birdamdan bunda yamrab ketdi bu kasal. Bu virus endi hayvondan chiqqan virus deydi. Hozir bu virusni stadiya hozir research qilyapti. Hayvondan o'tgan virus odamga o'tgan, biroq birmuncha viruslar hayvondan odamga o'tsa, odamga o'tmaydigan viruslar bor. Biroq bu virus odamdan odamga hozir bilyapmiz, o'tib bo'ldi. Endi bu o'tgansimcha nurg'un viruslar bir incubation period bor. Mush odam shu virus bilan nim qilsa, endi bir 3-4 kunning ichida ya saqay ketadi, ya bu virus boshqa odamga bu virus bilan nim qilmaydi, yuqmaydi. Biroq bu virusniki boshqacha, nimishga desa, bu incubation period nimasi yomon desa, bu incubation period 14 kunga. Bunun yani yo'chirun vaqti demakchi, bu yo'chirun vaqti 14 kun, ha. 14 kunga bu odamda
birinchi simptom chiqishi bu 14 kun bu odamda shu virus o'sib, keyin shu 14 kunning ichida bu boshqa odamga yuqadigan yomon mumkin. Angashqa yomon bo'ladi bu virus. Okay. Jur'at apandi bu virus yuqumlangan odamlarda qanday bir alomatlar ko'rildi? Bu qatam hamda biz maktabchilik ahvolini bilamadik, chunki Xitoyda bir uchur kontrol orqali sababdan, lekin hamda umumyuzlik maydonga kelgandagi alomatlari yuqori nafas yo'lining alomatlari yo'q, ammo qizish bor. Undan keyin yutilish bor. Endi butun badanda jonsizlanish. Shunga o'xshash ahvol bor. Endi buniki hamda yana bir yeri faqat alomat ko'rilmay turibla kasal eng oxirgi davrga boradigan tuyuqsiz o'lib ketadigan ahvol bor. Buniki bu bir yeri xatarlik, yana bir yeri hamda bu 2 haftalik yoshanish davri deganning o'zini ayt uzun vaqt. Bu vaqtda kasallarda hech qanday alomat ko'rilmasa, demak insonlarga ayt tez chiqadi. Demak buning o'zgarishni ayt ko'p hozir. Lekin umumyuzda qarashda 2 hafta vaqt bor, lekin alomatda shu yutilish bilan qizish, undan keyin butun badan holsizlanish. Bu o'rtaq birlikka 3 alomat. Bu Maysa xonim hozir endi bu ba'zi narsalar albatta bu kasalliklar virus bilan taqildi, ba'zilar bakteriya bilan taqildi. Endi bu hozir bu Wuhan'da taqalgani bu albatta bu virus bilan taqilyotgani. Shuningga siz bu ikkisining bir farqini bir deb bergan bo'lsangiz, chunki zukammi ba'zilar virus bilan zukam bo'lsa, ba'zilar o'sha bakteriya bilan zukam bo'ladi. Hamda qaysini davolig'i bo'ldi, qaysini davolig'i bo'lmaydi degandek. Shuning bu virusning taqilishi bilan bakteriyaning taqilishining ikkisining qanday farqi bor? Virusning bilan bakteriyaning ikkisining armisi bor. Virus degan yomon kichik bo'ldi. Virus degancha mikroorganizm deydi, o kichik organizm. Biroq u virus o'zi yashamaydi. Virus degan boshqa bir nemga genomga kirib, endi bu ya hayvon, ya bu adam, ya boshqa ya qushqochlar, ya nimalarning genomga kirib, shuning bilan genomdan o'sib qildi. O'zini o'stirdi viruslar. Bakteriya degan boshqa, yo'g'onroq bo'ldi virusdan. Endi bakteriya bilanmi odam bolasi yo hayvondanmi qildi? Bakteriya degan o'z o'sadigan bo'lgandiki, u bakteriya ham u yerda bor bakteriya. Biroq bakteriya bizga yomon kelmaydi. Endi o'zingiz biroq yomon bakteriyalar bor. Biroq virusning eski yeri virus bilan yuqsa sizga, shu virus sizning genomingizga kirib, shu genomda replicate bo'ldi, endi o'sadigan nimasi bor. Keyin o'sib ashta qilganda bu og'riqni qildi. Biroq bakteriya qilsangiz, nurg'un og'riqlar bilan bakteriya bilan bo'lmaydi. Hamda bu Jur'at apandi bu bakteriya bilan bo'lgan kasal bo'lsin, virus bilan bo'lgan bunday kasallik bo'lsin, qaysiga dori ishlanadi, qaysiga dori ishlanmaydi? Bu yerda kasallikning bakteriyadan yoki virusdan bo'lishi bir cho'ng bir ilm. Buni oddiylashtirib deganda virus bilan bakteriya butun tubdan qarshi, bakteriyaga qarshi amal bor. Masalan, uningga qarshi antibiotik ishlatamiz. Antibiotik, ya'ni kanjinsu, Xitoycha kanjinsu. Antibiotik deganimiz shu. Shundaymi? To'g'ri. Yolliq qaytarg'ich. Yolliq qaytarg'ich. Bu bir cho'ng bir inqilob bo'lib, masalan, hatto tuberkulozmi shu bakteriyadan bo'lgan. Endi bu hozir bizning deyotganimiz virus. Boya Maysam xonim degandek, bu shu hujayraning ichiga kirmasa, bunday hayotlik bo'lmaydi. Shunga bu virusning hayotlikmi emasmi degandami, cho'ng bir talash bor. Bu hujayraga tayinib turib yashaydi. Endi shuning tayinib turib o'zini ko'paytiradi va shu hujayrani buzish orqali kasallikni paydo qilish maqsadiga yetadi. Mushtaq bir narsa. Buningga endi hozircha har qanday dori virusni bevosita o'ldirolmaydi. Shunga har qanday masalan jigar yog'lig'i deymiz va boshqa masalan AIDS deymiz. Buning qarta sirtdan davolash qilish bo'ldi, lekin virusni past o'ltira olmaydi. Bu bir cho'ng hukm. Unda bo'lsa Maysa xonim hozir bu Xitoyda taqilayotgan bu Wuhan virusiga qarshi ma'lum bir dori yoki vaksinalar ijod qilindimi? Bormi bunday narsa? Hozir Hong Kongda vaksin yasayibdi. Shu koronavirusning sekvensini elib ashladaydi. Avstraliyada hozir shu vaksinni yasayotganini angladim. CDC Amerikada hozir vaksinni ashunga qarshi vaksin yasayotdi. Nurg'un mamlakatlar hozir sekvensini elib
sequences bu hammaga open, hamma mamlakatlarga badi bu sequensni Xitoy hukumati ana vaksin yasayotdi. Ammo Jur'at apandi hozirgacha hamda bu Wuhanda tarqalgan bu koronavirusiga, ya'ni Tajismon virusga qarshi hech qanday bir vaksin yasalgani yo'q, shundaymi? Hozircha yasalmadi. Endi bunda qilishi, chunki vaksin degan bir paydo bo'lgan kasal qarta yasaldi. Bu endi chiqqan kasal, buning bir jarayon ketadi. Endi eng tez bo'lganda 3 oy bir mo'ljallanadi. 3 oy bo'lganda bunday tez bo'lgani. Ham shundaq bo'lgan taqdirda men bu virusning bir qiziq yeri bu tez o'zgarayotgan virusda. Bu tez o'zgargandan keyin vaksin tayyor bo'lganda bu virus boshqa narsaga aylanib bo'ldi. U chog'da qanday bo'ldi degan bir masalaga yo'l qo'ydi. Shunga bu yerda ham uchurningki o'chiq bo'lishi, shu virusning nerdan kelganligi, qanday virusligi aniq bo'lsa, bu uchur butun dunyoga o'chiq bo'lsa, bu texnikasi yuqori, masalan Amerikadek, Yapondek, Avstraliyadek davlatlar bor. Bular o'rtaq holda bu nimni vaksinni tezlik yasab chiqarish mumkin. Mayisam xonim, hozir bu endi bu vaksin yasilib, hamma odamga urilib, bu virusning oldini og'icha, albatta bu virus hozir keng ko'lamda hozir taqilib, Uyg'ur rayoniga taqilib, hozir 10 necha odamdanki bu kasalga giribtor bo'lgani aniq, 500 ga yaqin odamning hozir nazorat ostida ekanligi aniq. Uningdan sirt bu 10-20 davlatlarga taqilib ketdi. Shuning bu yerda bu vaksin yuqqan insonlarning ichida hozir Xitoy hukumatining deyishicha 175 odamda o'ldi deyapti. Endi qanday odamlarga bu vaksin yuqsa o'ladi, qanday odamlarga yuqsa balkim o'zini saqlab qola olishi mumkin. Endi yuqsa, sizning salomatligingiz amdan bo'lsa, og'riqchan bo'lsangiz, immun sistemangiz nachar bo'lsa, u vaksin, u virus degan qattiq keldi bu odamga. Endi ularning orasida kichik bolalar ularning immun sistemasi nachar bo'ldi degan. Qiyirlar, bir 65dan 70lardan cho'ng odamlar, ularning immun sistem kompromis deganda dini shu immun sistem nachar bo'ldi. Bunda viruslar bilan nim qilgan shuna qattiq keldi bu odamlar. Endi biz bunday qarasangiz shu concentration camplarga bizning necha million Uyg'ur qarindoshlarimizni, qozoq qarindoshlarimizni, ham turk qarindoshlarimizni kirgizadi bu Xitoy. Endi ularning iyada salomatligi nachar, uni bilamiz, yegan ishgan nimalar bilmaymiz. Ular tez keldi, uni ashtaq deb hammamiz o'ylayapmiz. Shu ularga yomon tez kelgan bo'ldi. Jur'at apandi hozir Mayisam xonim deganda kamda hozir Xitoy hukumati 1 milliondan 3 milliongacha Uyg'ur, qozoq, qirg'iz, o'zbek, tatar deganga o'xshash yerlik Turkiy va musulmon xalqlarni bu lagerga 3 yilga yaqin solab turyapti albatta. Buning lagerlarning ichi tamoqning nacharligi, bu tozliqning nacharligi, ham nurg'un qiyin qisqaqlarga uchraydigani aniq. Ham ba'zi Uyg'urlarni qo'yib bergan taqdirda lagerdan chiqib 1 oy, 1-2 oy bo'lib bo'lmay o'lganimi aniq. Hamda ularning immun sistemasi umumyuzlik tuvan deyishki bo'ldi hozirgi sharoitda. Bunday sharoitda masalan ma'lum bir lagerga, shu Wuhandan tarqalgan virus bu lagerga kirsa, sizningcha buning oqibati qanday bir oqibatlarni olib kelishi mumkin? Eng oldin shu yerdagi hamda lager demay tursaqmi, Osiyoda yashayotgan barliq haqqa hamda buning bir hamda yuqish ehtimoli bor. Bu bir. Ikkinchi, hamda lager degani butun odam sog'liqli bir yer. Buningda ham butun sharoit biz demsakmi shunday nachar. Bunda bir ahvolda lagerga agar birlik kasal kirib ketsa, bu butun etilik alato'nga bir-birisiga yuqadi. Bu kasalning yuqish surati tez. Bu virusningki odatda bakteriyalar o'xshamaydi. Bir o'zaro uchrashib yuqadi. Avadimi yuqadi. Bunda ahvolda butun lager hamda mush kasaldan to'liq qirilib ketish ehtimoli bor. Chunki hamda boshqalar demsakmi, lagerda oldidan kasal mayli qanday bo'lishini qat'iy nazar, uningki hech qanday davolanish imkoniyati bo'lmaydi. Demak, anda qo'ygan ekan ham uni biz bu hukumatni ashni davolaydi, uni nima qildi deb ishonmaymiz. Demak, bu bek cho'ng bir insonparvarlik bir xatar oldimizda ko'rilayotgan bir bo'hron bu hamda. Biz hamda xalqaro jamiyatdan butun masalan WHO shu sayyohlar tashkiloti bu ishlardan mushuningki oldini olish uchun qanday qilish kerakligini
Endi bu qatam səyahət təşkilatınınki Xitayning oldida ko'rsatgan pozitsiyasini aytib bir nachar, endi ashlardan qo'rqib bu kasalni tuvan darajaga tushirib dedi. Bu bir nomus qildigan ish, bu udul keldigan ish emas bu. Asli buni eng yuqori darajada deyish kerak, xalqaro jiddiy holatga o'tkazish kerak. Lekin uni demida Xitoyning o'zida yili ikkinchi darajalik jiddiy kasal deb qaradi, lekin birinchi darajalik kasalning nemisini elayotdi. Demak, buning hammasi yolg'on ahvol. Mayisam xonim, bu endi bizning vatanda hozir qarasak, masalan, ba'zi torbatlarga ham chiqargan video sinalg'ular degandek, ba'zi Uyg'urlar hatto buning oldini olish uchun bo'yinlarga hamda samsoqlarni yesib olgan bir xil akfallar bor endi. Ammo sizningcha endi mayli hozir bilamizki bu virus Amerikaga yetib keldi, Yevropa davlatlariga yetib keldi. Hatto'gin O'rta Osiyo davlatlariga yetib berish mumkin. Qozog'iston, Rossiya hozir Xitoy bilan bo'lgan chegaralarni Mongoliyadan taqagan bo'ldi. Shuningga O'rta Osiyoda bir muncha Uyg'urlar yashaydi, Turkiyada yashaydi. Amerikaga hozir bir kasal yetib keldi degan bunda sharoitda Uyg'urlar endi bu kasalning, bu virusning o'ziga yuqmaslik uchun qandaq bir amallarni qilish kerak? Nima qilish kerak? Bizning endi Uyg'urlar ko'rishganda ya xo'shlashganda bir-birimizni so'yib ya quchoqlab ashtaqimiz. U amdan bizning nimamizda endi biroq mushtaq vaqtlarda ya xo'shlashsanglar ya ko'rishsanglar bir-biringlarni endi quchoqlamay turinglar deymanda endi nimishki desangiz kim hozir virus bilan yuqqan odamni bilmagandiki angashqa shu quchoqlamasdan ya qo'linglar bilan bir ishlarni ochsanglarmi shu ashada palay kiyib ochsanglarmi keyin yomon nurg'un odam bor ya bozorlarga bir yerlarga borganda ya yemish-yemishlarni olganga borganda shu yerga borsanglarmi endi keyin kelib qo'linglarni yuvsanglar shu amdan Jur'at apandi bu masalan hozir Xitoy hukumatimi, dunyo səyahət təşkilatımı hozir ularning uzluksiz da'vatqini hamda odamlar ko'p bir yerga to'plashmasin, yig'ilmasin, choylar degandek, to'ylar degandek faoliyatlarni mumkin qadar bo'lmasin, ya bo'lsin odam oz bo'lsin degandek. Ammo shunday narsalarni o'tirib qo'yibotdi. Sizningcha shu odam ko'p yerga berib faoliyatlarga qatnashish bugun hozirgi vaqtda muvofiqmi? Ya uni qilmaslik kerakmi? Maysam xonim deb aytdi. Toplashish ishni qilib bu qatimliq bu holatda qat'iy bo'lmaydi. Ammo bir oila o'z oilasi bilan bo'lishi kerak. Bo'lsa sirtqim chiqmasi kerak. Chunki boy degandek sirtda bu omil mavjud. O'zaro uchrashganda, nafas yo'ldan yo'talganda gap qilishganda, hatto o'zaro o'zini yiqib ko'rasiz, bu bir xatarlik ham. Boy Maysam xonim dedi, qo'lni yuvish kerak, palay kiyish kerak deb. Bu kasallikning o'zaro uchrashishni yo'qotganligining bir alomati. Odatda doktorxonalarda kasallarni qishib kirganda davomli palay kiyib kirgan kasal bo'ldi, maska taqib kirgan, undan keyin kiyim kiyib, hozirgidek mudofaanish kiyim kiyib kirgan kasal bo'ldi. Buning hamsi nimadan desa, uchrashishning oldini olish uchun bo'ldi. Endi bu qatimliqsi endi nafas yo'lining bo'lgandan keyin maskaga nisbatan meditsinaning nuqtasidan bu chiqim taqash kerak. Lekin bu qanday maska bo'ladi, qanchalik bo'ladi, bir odam bir maskani uzun taqib yurivasi bo'lamdi degan bir masala bor. Odatda doktorxonalarda bir bo'lim bir uyga kirib chiqishcha bir maskani taqay tashlaydi. Bu nimish qilsa maskani o'zimi bir narsani o'ziga yuqtirib oldi-chi. Buni o'zimi bir hamda uchish, bir kasallikningki manbasi qilish mumkin. Demak, bunda ahvolda bu rayonda nurg'un maskalar bo'lishi kerak. Shu insonlarga yetarlik. Bular almashtirilib turish kerak. Endi maskaning ichidami to'liq havoni to'saydigan. Buni to'sish nisbati hamda uningki qanday ochiq qolmasligi, endi mushnasini o'zining pokiz manat bilan bog'lab, shunga maskani agar almashtirib turish imkoniyati bo'lsa, qo'lni maskani ko'ydirib yo'q etib, yoki bo'lmasa axlat tashlab etib, tutmaydigan qilib, yangi maskani almashtirgandan bu bir narsa. Endi amal va endi buni haqlar o'zi hukm chiqara oladi. Bir yerda uchrashmagan yaxshi. Agar o'zini gumon qilib qolsa, o'zini haqdan ayirish kerak. Agar doktorga bora olsa, haq uchrashmay turib, doktorga bora olgani yaxshi. Endi bu bizniki qarindoshlarimizga bergan tavsiya. Maysam xonim, bu Uyg'urlar hamda hozir sizmi deb o'tib ketdingiz, maska dedingiz, palay dedingiz. Jur'at apandimi buni o'tirib qo'yib ketdi. Sizningcha hamda Uyg'urlar hozir hamda
odamlar yig'ilgan yerga bormasa, oila bilan o'tkazsa, ammo oldin ola bir maskalarni, palaylarni, ammo dezinfeksiyaga ishlatilgan ba'zi bir suyuqliklarni, masalan, spirt deganni olib qo'yib bir tayyorlik qilgani to'g'rimi sizingcha hozircha? Shu palay bilan spirt shu to'g'ri deyman, maskalam to'g'ri bo'ldi. Endi og'ir qasam og'riryapman deb shu degani Jurat afandim degandek doktorga berib nima qilib, ya og'ir qasamlar ishga chiqmasdan og'ir saqigacha qilganda amdan bo'ldi deyman. Endi yana uydami, endi bizning mamlarimiz mana nima qiladi, nurg'un suv ichib, nurg'un choy ichib, so'un bilan juyib, endi pakiz o'zinglarni pakiz tutsanglar, shu yordam qildi deyman. Nasıl Jurat apanda hozir bu Xitoyda hamda bu Wuhan virusi 12 oyning 5 dastlabda ko'rilgan. Ko'rilganda 5-6 Xitoy doktorlar qo'pib manda narsa bo'lyotdi desa, Xitoy hukumati bularning gapini anglab, manda bir vabo taqilib o'xshaydi, buni oldini olayli deyishning o'rniga bu 5 odamni tutib solab qo'ygan. Buni taki 1 oyning oxiri 23 kelgan chaqda mushta masala bor deb butun Wuhan shahrini, uning atrofidagi nurg'un shaharlarni taqagan bo'ldi. Sizningcha bu Xitoy hukumati bu Wuhan virusining oldini olishda bu birinchi qadamni to'g'ri bosdimi, xato bosdimi? Bu qadam xato bosildi. Bu bir cho'ng bir xalqaro bir bihronga aylandi. Aslida 12 ayning biri birinchi kasal bayqalgan, 12 ayning 8i bu kasal doktor ko'ringan. 8 doktor ko'ringanda, kim degan 12 ayning biri bilmagan taqdirdami, 12 ayning 8 doktor ko'ringanda bu iniqsiz bo'lgan o'pkaligi degandikinlar bu hamma odamda bo'libmi oltin ilish sayyor tarmoqlarida bir tayyorlik qilish kerak. Bunun qarta bu kasalning kelish manbasini, uchrash qadamlarini to'sish kerak. Buni butun dunyoga e'lon qilish kerak. Wuhan shahriniki shu bir bo'ligini alohida nuqtali qilib tutish kerak. Hamda buni birinchi ayning 20 shahar taqishuvga oraliqda olgan butun tadbirlar yetarli bo'lmadi. Bu nurg'un odamningki hayotga taqalgan ish bo'lgandan keyin bu 8 doktorni qaytadan asli keltirish, buni jazolagan soqchilarningki mas'uliyatini surishtirish kerak degan bir xabar chiqadi. Demak, bu Xitoydami bir xil uyg'unish bo'ladi. Bu bir hamda balay ofat va Xitoyda bir xil uyg'unish shakl oladi. Chunki bu jonga taqaldi. Hamda mush sababdan nima bo'ldi deganda, bu kasal keyin buni bir dengiz maslahatlari sotilgan bir yerga bog'ladi. Undan keyin buni shaparanga bog'ladi. Shaparangdan bilan o'xshash ekan bundan, lekin hamda shaparangdagi chiqqan virus bilan bu qatim odamning badaniga yuqqan virusning 4% mau RNA'ninki nemsida farqi bor, tuzilishida farqi bor. Demak, bu cho'qim shaparangdan yana birisiga o'tib, yana bir o'ttirdiki bir hayvonga bir narsaga. Andin odamga o'tgan bo'lishi mumkin degan bu bir. Chunki burunqi Yevropada bo'lgan kasaldimi chashqandan bugiga o'tib, bugidan odamga o'tgan. Buni aniqlab chiqqandan keyin, o'ttirdi bir narsa bo'ldi ekan, buningki olib jirdigan degan bir hukm kelgan. Beijingdagi SARSdimi bu shaparangdan Xitoyning go'zali degan bir hayvonga o'tib, buni Xitoylar yegandan keyin bo'lgan. Endi ma o'tda sharqdikisda bu shaparangda o'xshash bu, ham shaparangda bo'ldi. Bu shaparang saqlaydigan bir xil virus ekan bu. Bu uningdan tugiga o'tib, tugidan odamga o'tgan. Endi bu qatim ta hozirgacha 1,5 oy oldi, 2 oy oldi masalan kasal chiqdi degandan. Mush 2 oy jarayonida buning tig'i kasallik jarayoni bilinmagandan keyin mayli biz qanchalik kuchayli, mayli xalqaro qanchalik nima qilsin, buning unumi shu kasallikki kelish manbasini topmagacha aniq qilmaydi. Endi yana bir yeri bu nereden chiqdi bu virus degan gap bu cho'ng yak taqildi. Albatta. Bu endi hozir nurg'un paranglar bo'ladi bu to'g'risida. Albatta. Xanzurlarningki Wuhan qurgan P4 laboratoriya degan P shiyanshi deydigan bular. Bu endi maxsus kasallikka virusnimi, bakteriyani va boshqalarni kasallik hosil qiluvchi moddalarni tadqiq qilgan, zararni tadqiq qilgan alohida Xitoylarningki, harbiylarningki bir endi laboratoriya, bir tajribaxonasi. Bu yerdan chiqqan bo'lsa-chi, bu alohida o'zini o'zgartib tayyor bo'lgan bir virus bo'lsa-chi degan bir gap. Ana bu shunday uchurlarning hammasi cho'qim xalqaro e'lon qilinish kerak. Ham xalqaro yordam bilan bu xalqaro bihron o'z joyida to'xtash kerak. Bo'lmasa bu Xitoyliklar emas, butun dunyoga o'ziningki vahimasini yetkazadi, cho'ng o'zgarish. Maysa xonim, mushunda bir virus masalan Amerikada bayqalsa, Amerikada dastlabda bayqalib agar tarqalgan ish bo'lsa, Amerika hukumati qanday buning oldini oldi normalda? Xitoyga qaraganda. Amerika hukumati mundaq shu virusni shundaq nima harakat qilgancha unda Xitoy hukumati o'xshash o'tirib kutmaydi uni. Anglashqa men o'ylayman, u Amerika hukumati ya boshqa
mamlakatlarda undaq tarab ketmaydi bu virus. Nimishki desangiz, mush kunda mashtaq harakatini bu Xitoy hukumatining gunohi bor. Men ashtaq o'ylayman. Bu Xitoy hukumat bir oydan oshiq hech kimga aytmasdan ashtaq nim qildi. Mush virusni. Anshqa boshqa mamlakatlar undaq qilmaydi. Onunla tayyorlik qildi, tayyor bo'ldi. Endi butun undaq harakatmas deyman. Mening bir deydig'im, endi biz Uyg'urlar shu chet mamlakatga bo'lgandiki, biz shu virusni shu kamplar kamp kirib shu juqmaydiganga butun bizning shuncha necha million xalqimiz ashada bo'lgandiki, anshqa biz United Nationsga and WHO World Health Organization'a petitionlarni yozib, butun organizationlar ashlarga aytib, qanday bizning xalqimiz ashada yashayotidi, ash concentration camplarda bo'layotidi, anshqa biz bundaq kutib qachon bizning qarindoshlarimizga kamplarda juqib ashaq kutib o'tasak u bo'lmaydi. Jur'at apandi masalan 29 yanvar kuni Nicholas Kristof, New York Times'ning eng mashhur yozuvchilaridan biri o'zining nomida maqola e'lon qilib, masalan, shu virusning lager qilish masalasini o'mo yozgan maqolasida so'zlab o'tib ketgan. Siz masalan Xitoy hukumatining barliq kuchi bilan shu virusning lagerlarga kirishning oldini olishga tirishayotganligini g'ashinamsiz? Men hozir uning qat'iy ishonmayman, chunki o'zining masalasini hal qilolmaydi. Hozir cho'ng bir qalayimqanchilik qilaylik. Chunki bu Xitoyga bevosita munosabatli ish bo'lgandan keyin Xitoyningki chet eldagi demokratchilari butunga alayda ko'ngil bo'lib, kunda necha videolarni chiqarib bu to'g'risida fikrlarni yurgizayotdi. Hozir buni qanday hal qilishni bilmaylik. Amaliyotda mushada yashayotgan Xitoyning kuchi yetam yetmamdi, ishni qilaman degan amaliyot bo'ladi. Bu chunki bu odamdan odam yuqadigan o'zining qoidasidan qiyil bo'ldigan ish. Faqat bu tuzilmadagi bir xilliqi, dogmatiklik, undan keyin diktatorlik, undan keyin hamma narsani siyosiyga bog'lab olganlik sababdan har qatim bergan sonida 3% 4% qilib, qanchalar son chiqadiganini hatto bugun turib o'zining odamlari bilib o'tadi. Cho'qim bundaq son chiqadi, manchilik odam kasal bo'ldi, manda dedi. Shu bo'yicha ketayotadi. Lekin videoda bergani uni bilan to'p-to'liq aksiya, natijasi yuqori. Nurg'un isbotlardan ko'p bo'ldi. Bu yerda bo'ladigan kasalni aytacak, o'layotgan odamni aytacak. Buning da ham hukumat bosh partiya markazi hamma narsani tutib olgandan keyin buning hech qanday bir bu amaliyotda sayyor sistemasining bajaradigan ishini, shuni uning huquqini bermagandan keyin ularni qilolmayotgan gap. Endi Uyg'urga kelsak, endi nurg'un odam hozir Wuhandan Uyg'urga ketgan aniq. Demak, bu yerda bir yuqumlish bo'ldiganlik oldimizda. Chunki buningki yo'shinishda bir shikayat bo'lgandan keyin 15 odam yuqumlanib bo'ldi. Hozir 15 odam yuqumlanib bo'ldi degani 500 ga yaqin odamni nazorat qilyapmiz. Hozir portlash oldi turdi degan. Agar biz yuqori ko'tarilib chiqqan vaqtda u rayondami cho'ng bir hozir ketdi qalamqanchilik bo'ldi. Bunda xolasa buningdan olqib lager ko'ngil bo'ldi desa, men qat'iy ishonmayman, lekin ashnaqa bir suiqasd qilmasligini, lagerdagi odamni bo'lsin bo'sh qo'yishini men tilayman, umid qilaman. Rahmat Mayisam xonim, rahmat Jur'at apandi bugun alayda bu suhbatimizga qatnashib berganingizga. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi bu programmamizga diqqat berganingizga alayda rahmat. Kelasi hafta ko'rishguncha xushvaqt bo'linglar.